oldida rap monolog. Men odamlarning orasida yuraman, ammo ishimda savol. Ko'zlarim ko'radi kulgu, yuragim sezadi yolg'on hol. Salomdan oldin so'raydi oyliging qancha, qayerda ish, qada pul bilan o'lchanar insonlik qayerda aytingchi hech. Men odamlardan uyalaman, Alloh oldida boshim egik. Dilimda shukr, ammo ko'nglimda dard, bu qanday tiriklik. Boy bo'lsang aka deb quchoqlashar, yo'qsil bo'lsang begona. Bu dunyo savdo bo'lib ketgan, mer qayerda inson qani yana? Ajdodlar ruhi so'raydi, sen kimning davomisan ayt. Nomimiz ulug' tarixda bugun nega bu qadar g'ayrat yo'q, nega qayd? Qani o'sha or, qani o'sha hayo, qani o'sha mard nigoh? Ko'zlar telefonlarda band, yuraklar esa sovuq bepanoh. Bog'larda kulgu ko'p, lekin tarbiya jim so'zsiz. Erkaklik menga aylangan, ayollik trenga ma'nosiz. Men hukm qilmayman, men kuyaman, ishimda yonar savol. Biz qachon inson bo'lamiz yana, qachon poklanar bu hol? Men odam emasman demayman, men ham shu jamiyat ishida. Lekin vijdonim uxlamaydi, o'tirar Alloh huzurida. Qachon yolg'on qildim eslayman, qachon jim qoldim bilaman. Adolatni ko'rib turib sukut qilsam, men ham aybdorman, tan olaman. Alloh bizni hayvondan ustun qildi, aql, qalb, iymon bilan. Ammo nega mehnatlardan o'rganamiz ba'zan? Bir it sodiq, bir kush erkin, bir chumoldi mehnatkash. Inson esa hasad ichra. Bu qanday og'ir sinov, qanday tashvish, qanday tash? Men odamlarning yuzidan emas, qalbimdagi qo'rquvdan uyalaman. Alloh oldida turar kunimni o'ylab titrayman. Savolim bitta, men qanday yashadim, kimga og'riq berdim, yoki sukutim bilan zulmni ko'rib ko'rib jim yuraverdim. Bu rep shikoyat emas, bu qalbning qichqirig'i. Yolg'on shovqinlar orasida vijdoning tirikligi. Agar bir odam o'qib yuragini tekshirib ko'rsa, bas, chunki o'zgarish boshlandi. Bitta qalbdan shovqinsiz jim xolos. Men odamlarning orasida yashayman, ammo umidni tashlamayman.